Bunday qo'ylar, bunday narxga hali o'zi chiqqani ham yo'q o'sha hozirgi holatga. Shoshilasizlar, bo'lsa, hop akamiz narxni qo'ydi. O'sha kanalimizda chiqyapti. Salohiddin aka. Assalomu alaykum Azizbek. Va alaykum Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Xo'p, aka, va'dani beryapsiz. Bo'lsa qo'yilmagan narxdan qo'yaman deyapsiz-a? Bugun inshaalloh qo'zini ham, sovliqni ham kanallarda yo'q narxlarni qo'yamiz. 500 1,5 million farq qilib qo'yamiz. Xo'p, qarang. Hozir hop, birinchi o'rinda mana irg'och qo'zlar bo'lsa, ikkinchi o'rinda sovliq bor, keyin erkak qo'zi ham bormi? Erkak qo'zi ham bor o'zi. Akamiz hozir bitta sovlig'ini ko'rdik. 3 ta sovliqmidi? 3 ta sovliq. Hop, chiqariladigani narxni qo'yaman deyapti. U narxni endi hozir yo YouTube'da bor, yo yo'q u narx. YouTube emas, xohlagan kanaldan qarab ko'rsin. Ha, u xohlaganidan shunday sovliqni qarab ko'rsin. Lekin va'dani ham katta berdi. Boya gaplashdik. Hop. Hay o'zlaringiz ko'rasizlar, lekin juda katta ish bo'lyapti bu yerda. Qo'zlarni ko'ring, hammasi bir tekis qilamiz aka. Qo'zlar urg'och qo'zlar, ha? Hammasi urg'och qo'zi. Ha. Xo'p, son nechta? 30 bosh qo'zi. 30 ta. Tekda asta-asta ushlab ko'rsatishimiz kerak-da. Ushlangan aka. Asta-asta. Hozir yoqqa bir chiqarib olaylik. Xo'p. Jonivorlar. Bir joyda endi qulayroq qo'yasizda buni ham aka. Qulayroq qilib qo'yaman Azizbek, bu 80 ga yaqin qo'zlar bular. Bu shuni lekin bekor qildim. Jonivor. Vallar tulab ketdi. Tulab bo'lgan lekin. Yo'q. Qarang. O'tgan safar video qildik-ku tog'dan. Ha. O'zingiz suruvdan. O'sha sovliqlar nima bo'ldi? Sovliqlar Qashqadaryoga ketdi. Xo'p, kabaya tusoq sovliqlar, ha? Qari sovliqlarchi? Qari sovliqlar turibdi Azizbek. Xo'p, nima bo'ladi uni? Uni chaqiryapti, buni so'rayapti. Kelgan ko'radi. Aha. Uni hadeb moldi, odamlarga ko'rsatib bo'lmaydi. Ko'z yomon narsa. Yo'q. Ha, ko'z yomon narsa. Qari sovliq turibdi. Uni qo'zini ko'rsating. Qo'zini qarang mana. Xo'p. Qarang. Qari sovliq turibdi. Bu sovliqlar necha puldan sotildi? 7,5 milliondan bir joyga ketdi. Tusoqlar, ha? Tusoqlar, ha. Ay barakasini bersin. Nechta edi o'zi? Nechta ayirgan edik? Nima deysiz? Nechta ayirgan edik? 20 ta. Ha, bir joyda ketganda bir joyda ketdi. Ay barakasini bersin. Xo'p. Sovliqlar nima bo'ladi aka? Kelsa atardichidan sotamiz, endi hadeb videoga qo'yib bo'lmaydi uni. Qo'ylarni hadeb ko'z bor narsada. Hozir qo'chqor qo'yin payti bizda ham bo'lmaydi ayrilib, ha? Shunday. Ha. Uni o'zingiz tushunasiz-ku. Shunday aka. Barakasini bersin bular ham. Mana do'stlar. Ko'rasizlar. Hop, bundan keyin sovliq chiqaramiz, o'sha va'da ya akamiz juda arzon aytib beryapti narxni. Azizbek xohlagan kanaldan qarab ko'raversin, sovliqlarni ham, qo'zini ham. Aha. Shu narxdan topa oladim ekan. Endi aka solishtirib ko'ratdi. Bitta biz chiqarayotganimiz yo'q, viloyatlardan chiqaryapti. O'zimizdan akalar chiqaryapti aka. Ko'rsin, yoqqanini olaveradi, kimga qanday ma'qul bo'lsa sharoitiga qarab. Ular nima deymiz aka? Azizbek narxini inshaalloh aytdik-ku, yaxshilab qo'yamiz. Aha. Narxini aytdik-ku, yaxshilab qo'yamiz inshaalloh. Ayting aka. Qochirmay ayting qani. Qarang, qochirmay qadab aytamiz-da. Bunda oldi qochdi gap yo'q. 4,5 milliondan baho qo'yamiz. 5 million, 5,5 milliondan emas, 6 milliondan emas. Ha. Bunda qo'zlarni 6 milliondan baho qo'yapti. 4,5 milliondan baho qo'yamiz. Olgan odam baraka topsin. 30 ta bir pachka qo'zi. Qo'y qilaman deganlarga. Aha. Aka. Hala Azizbek. Endi lekin anchadan beri 4,5 dan chiqarganimiz yo'q edikda, 4,5 dan baland chiqarib turdik. Lekin bugun menimcha narxni sindirasiz lekin. Sovliqlarni ham shu aytgan narxingizdan qo'ysangiz aka, zo'r qo'ygan bo'lasiz-da. Azizbek 10 milliondan ustida chiqyapti unday sovliqlar. Azizbek 10 milliondan ziyod chiqyapti. U 13 million ham 14 million ham qo'yapti bunday qo'ylardi. Qo'yilyapti. Biz uni borga past yarmini qo'yamiz. Ay baraka toping. Bo'lsam ularni bir ko'rsatamiz. Xalq mazza qilsin bo'ldi. Ha, bu yerda ma'lumotlarni aytdik aka. Holati shunday, qo'zlarda xullas. Shunday. Xo'p, Salohiddin akani va'da qilingan
sovliqlari chiqib kelyapti do'stlar. Lekin sovliqlar ham bu yoqqa chiqqandan keyin yomon ochildi-ku. Jonivorlar Azbek 85 dan yuqori sovliqlar. Past emas. 85 ham desangiz, 80 plus ham desangiz ham zo'r. 80 plus ham deylik mayli. Qarang, bu yoqqa eding. Mana shu holatiga ham uncha 90lik qo'ydan urib qo'yadi. Sifati ham, yo'g'onlik, pishiq holatlariga. Yana bu tishlari nima dedingiz? Bittasi tusoq, ikkitasi chori qo'y. Yo'g'i, Ha. tusoq orqasida tusoq. Orqasidagi tusoq. Barakasini bersin. Lekin qo'y ham qo'y ekan-ku. Sal orqaroq haydaylik. Buni bir joyda bosadigan joyi ekan. Endi shoshilib qolingizlar deydi-ku. Do'stlar, ana shu shoshiladigan joyi. Endi akamiz hozir narxini so'raymiz, lekin bu qo'ylarga u narxni endi va'da qildi akamiz, aytadi baribir. Nima deymiz? Endi buni qo'ydi o'zi hozir o'zini o'zi maqtab turibdi-da. Qarang. Primo tog'ni o'zidan kelgan qo'ylar. Keldi, shu yaqinda keldi. Ana shu qo'ylar ashdan kelgan. Ha. Ya men bilaman-da qayerdan kelganini ham. Shuning uchun aytayapman aka. Barakasini bersin. Qo'l urilmagan. Ko'rib olsin. Onasi o'pmaganmi? Onasi o'pmagan olaveradi. Barakasini bersin, qo'ydi qarang. Sharoitiga birinchi tug'ish qo'ylarda, misol chori holatiga birinchi tug'atda, endi bitta tuqqanda bu chorga chiqib tug'adi. Birinchi qorin tuqqan, bittasi hali tug'magan deydi. Bittasi birinchi qoringa o'zi bilinib turibdi. Ikkovi bittadan tuqqan. Lekin hozir mana shu vaziyatiga o'sha yaxshi, sifat zo'r. Xo'p, endi bular yungini olmagan ekan-ku. O'zi tulab ketganmi deyman, bular ikkalasi. O'zi jun to'kin qo'ylar. Ikkalasi o'zi tulagan bo'lsa ham bittasi orqasida qolibdi-da. Ay barakasini bersin. Qo'y qilaman deganlarga mana qo'y aka. Qo'yvaring qan. Uchalasi ham bir xil qo'y ekan-da. Azbek 15 milliondan qo'yamiz kanallarga o'xshatib. Nima deysiz? 15 milliondan qo'yamiz kanallarga o'xshatib. 15 million demang-da aka. Endi kam emas-ku. Hamma o'zini moliga ega-da. Azbek xohlagan kanal bilan solishtirib olsin. Narxini ham, qo'ydi ham. Xo'p. Narxini 15 million ham qo'ymaymiz Azbek kanallarida. 12 million ham qo'ymaymiz. 11 million ham qo'ymaymiz. 10 million ham qo'ymaymiz Azbek. 8 milliondan baho qo'yamiz. 8 milliondan. Ha. O'tib berilmaydi. Men qaydan qani? Boya lekin aytganingizda ishonmagan edim qo'yishingizga. Ya lekin barakasini bersin. 8 milliondan endi yaxshi narx, zo'r narx 8 milliondan. Endi hozir 8 milliondan bu qo'ylar topish qiyin. Menimcha bozorlarda ham menimcha bermasa kerak. Qidirib ham topolmaydi Azbek, qidirib. Xudo xolasa bir joyda sotilib ketar ekanda, nasib qilsa kimga borsa ham. Salohatdin aka. Alaba. Bugun urg'och qo'zilarda ham xudo xolasa narxni yaxshi qo'ydingiz. Sog'liqlarni-ku vaqti zo'r qo'ydingiz. Ay barakasini bersin. Endi erkak qo'zlar bor-a? Bor erkak qo'zlar hozir. Bo'ldi, tugadi. Bunday qo'ylar, bunday narxga hali o'zi chiqqani ham yo'q o'sha hozirgi holatga. Shoshilasizlar. Xudo xolasa hop akamiz narxni qo'ydi. O'sha kanalimizda chiqyapti. Salohiddin akamizdan qo'zining xudo xolasa metrga boradigandan a. Inshaalloh shunday. Kelasi yil hop 95 atrofi bo'ladi nasib qilsa. Orqalari bilan juda yo'g'on qo'zi ham, bo'yi ham 80 dan ziyod. Azbek meni qo'lim 22 sm ustiga qo'yib ko'rdim. Yo, yo'g'onliklar aka hamma tomoni ko'rinib turibdi. Qo'zi ham o'zi bo'yi ham juda baland ekanda. Qo'zining bo'yi ham. Shunday. Barakasini bersin. O'sha 1 metrga yetib qoladi xudo xolasa. Bunday qo'zi topish juda qiyin. Bo'ladi. Endi yana sheriklarni ham ko'rsataylik. Buni ko'rsatdik. Ha. Qo'yvaring qan. Nech pul dedingiz buni? Narxini. Azbek buni o'zim 8 million debman. 8 million. Unda uncha shakdan ziyod bu. Sog'liqlarni bunday qo'ylarni bunday qo'yib buni 8 million. Bu qaysi shakdan kam Azbek? Yo'g'onligi yo'q. Endi uncha shakni bo'yi ham bor, yo'g'onligi ham bor.
Bo'lmasam shular bilan bir solishtirib ko'rsataylik-da. Bo'ldi, mana o'zi ko'rinib turibdi mana. Bular bu yoqda, ular ham u yoqda turibdi mana oldida. Hop, yonbosh qiling. Yonbosh qiling. Bular ham erkak qo'zlar, ha? Xudosi. Xo'p, do'stlar. Ikkalasini holatini solishtirib ko'rasizlar. Xo'p, erkak qo'zlarimiz ana shular ekanda. Ikkita, ha? Ikkovi. 3 tada bu bilan, to'g'rimi? 3 ta. Xo'p, bular nima deymiz aka? Bularni narxini 6 milliondan qo'yamiz Azizbek. Bularni. Ha, kami bor. Endi buni ham 8 million deb, buni ham kami bormi buni ham? Kam bor. Haydan qani bu yoqqa? Qo'y borib haydan hammasini. Ular raznisasini ko'rsin mana aka Azizbek. Sog'liq bilan qo'zi qanday yuradi? Yuradi-da shunday. Shundaygina. Ay barakasini bersin aka. Kimga ma'qul bo'lsa o'sha uchalasi xudo xolasa tashab qo'yishga keyingi yili ma'qul bo'lsa telefonni qiladi. Lekin bugunga qo'ylarni yaxshi qo'ydingiz aka. Baraka toping. Xalq mazza qilsin Azizbek. Ha, ay barakasini bersin. Mazza qilsin.